Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlarga pedagogika psixologiya fani maqsad vazifalari va ilmiy tadqiqot metodlarini tushuntirib o'taman. Bu fan bizga nima beradi? Ta'lim tizimida pedagogika psixologiya fanini tutgan o'rni, pedagogik faoliyat bilan shug'ullanuvchi pedagogika psixologiyani qanchalik bizga ahamiyat kasb etishini tushuntirib o'taman. Pedagogika psixologiya fani qadimiy o'sha fanlardan ham isbotlangan, rivojlangan fan hisoblanadi. Bu fan asosan mana shu Ta'til Farg'ona filiali texnik universitetlarida o'tiladigan bo'lsa, bu fan bizga asosan tanlov fan sifatida o'tiladi. Prezidentimizning qarori bilan bu fan bizga pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishga ruxsat beradigan fan hisoblanadi. Pedagogika psixologiya fani o'qituvchilik faoliyatida asosan kategoriyalarini, ya'ni o'sha faoliyatda shug'ullanuvchi barcha kreativ yoki kompetensiyaviy ishlash funksiyalarini ham o'qituvchilik faoliyatini to'liq bizga tushuntirib beradi, namoyish etib beradi. Mana o'qituvchilik faoliyatini boshlayotgan o'qituvchilarimiz pedagogika psixologiya fanini o'rganadigan narsasi shuki, o'qituvchini turish nuqtasidan harakatlanuvchi nuqtalarigacha o'quvchilarning o'sha kompetensiyaviy fikr almashishi, ularning o'qituvchining nutq madaniyati, oratorligi, nutq notiqlik san'atigacha o'sha tembr, ovoz tembrigacha tushuntirib beruvchi fan hisoblanadi. Pedagogika psixologiya fani, ya'ni o'quvchilar bilan muloqotga kirishda pedagogik faoliyat bilan shug'ullanuvchi o'qituvchining, ya'ni tushuntira olish, ya'ni muloqot, ko'proq o'sha o'qituvchilik faoliyatida biz gapiramiz, tushuntiramiz. Mana shunday faoliyatlarni rivojlantirishga, aynan texnik yo'nalishlarning talabalariga juda ham katta yo'l, turtki, usulni ko'rsatib beruvchi fan hisoblanadi. Pedagogika fani haqida biz atroflicha mana kirish qismida pedagogika fani maqsad vazifasini gapirib berdik. Pedagogika fanini biz rejalarni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, pedagogika fanining ilmiy tadqiqot metodlarini haqida tushuncha, ilmiy tadqiqot metodlaridagi qo'yilgan bugungi kundagi zamonaviy pedagoglarga qo'yilgan talablar, ilmiy tadqiqot metodlarini tavsifi va sotsiologik metodlar haqida biz rejalarimizda gaplashib o'tamiz. Pedagogika fanining ilmiy tadqiqot metodlari deganda aynan bugungi kundagi pedagoglarga qo'yilgan qaysi dars mahoratlaridan foydalanishda biz qaysi metodlardan foydalanamiz va bu ilmiy metodlar qanday paydo bo'lgan, hozir bugungi kunda olimlar qanday bu narsadan foydalanmoqda va dars samaradorligi biz bilamiz. Metodlardan foydalanishdan maqsad darsda nima? Zamonaviy, kam vaqt ichida ko'proq ilmiy jihatdan tushuntirish muhim hisoblanadi. Shuning uchun biz pedagogika fanini aynan ilmiy metodlardan dars paytida foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan o'quvchilarni bugungi kunda ishlatishda ham yoki tushuntirishda yoki aynan biz qo'ygan mavzuga, maqsadga erishishimizda ham mana shu metodlar o'quvchilar bilan bog'liqlik, ya'ni dars mahoratini tushuntirishda, darsning o'zagini tushuntirib berishimizda bizga juda ham qo'l keladigan usullar, metodlar hisoblanadi. Ilmiy tadqiqot metodlariga qo'yilgan talablar bugungi kunda albatta darsning qaysi mavzularida qanday foydalanish to'g'risida ilmiy tadqiqot metodlarini bugungi kundagi talablari bor. Mana shu talablardan biz o'zaro foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ilmiy tadqiqot metodlarining tasnifi bor, ya'ni turlari bor. Bular haqida men kirish qismida tushuntirib o'tdim. Albatta buni ham nima? Har bir leksiya, seminar, amaliy mashg'ulotlarda qaysi mavzuga autoriyadagi o'qituvchi, autoriyani o'qituvchi o'zi boshqaradi. Mana shunday mavzularni biz qanday qilib tanlab olamiz, qaysi mavzuga moslaymiz, bular haqida tavsiflarini mana shu mavzu haqida sizlarga tushuntirib o'taman. Sotsiologik metodlarni biz dars davomida qo'shimcha qanday metodlardan foydalanishimiz kerakligini bu bitta turini berganmiz. Buni sizga qo'shimcha darsimiz davomida tushuntirib o'tishimiz mumkin.